Hammaga salom, sizlar bilan Tsunami. Bugun ko'pchilikda bo'lmagan missiyani, ya'ni Commandus'ni bajarishni ko'rib chiqamiz. Men yangi kontent qilishni boshladim, shuning uchun kamchiliklar bo'lib turadi. Commandus missiyasining ikkinchi turi bu. Shu bo'ladi. Bu birinchisi, asosiysi bu 50 marta to'por olish platina rangidan yuqorida bo'lishi kerak. Birinchilik sumka, kaska kiymasdan. Bu missiyani qaysi kartadan o'ynash osonligini ko'rsatib beryapman. Nusada. Chunki bunda bir marta o'lsa, kaska bilan birinchilik sumka bilan tashlaydi qaytadan. Shu foyda. Eslatib o'taman, platina rangidan baland bo'lishi kerak eng kamida. Vaqtinglar unchalik olmasligi uchun videoni tezlashtirib yuboraman. Ushbu video sizga manfaatli bo'lsa, like va obuna bosib qo'ying. Shu oyda oxirigacha mingta bo'lishimiz kerak. O'yin boshlandi. E'tibor berish kerak, sherik tushgan dushmanlar qandayligi. Dushman kuchli bo'lsa ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Iloji boricha chekkaroq joyga tushish kerak. Men endi ko'rsatib berish uchun markazga tushdim. Sizlar bunday qilmasliklaringizni tavsiya beraman. Maqsadim o'zi bir o'lib olish edi. Kaska birinchilik olishga. Loot qilishda ham e'tiborli bo'lib loot qilish kerak. Shoshmasdan, astagina hamma narsaga qarab olish kerak. Adashib sumka olib qo'ysa, birinchilikda olib qo'ysa, tamom. Qaytadan boshlash kerak bo'ladi, hisobga olmaydi. Shuning uchun astagina ehtiyotkorlik bilan loot qilish kerak. Dushman kelsa ham chiqib ortishish shart emas. Bu rang uchun emas, prosta missiya bajarish uchun. 50 marta to'por olish bu qiyin endi albatta. Endi bunga sabr kerak. Commandus missiyasi bitta xatoni ham kechirmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Bundan keyingi video ham kerakli video bo'ladi yashirin missiya haqida. Men endi shoshilib dushmanning oldiga chiqib o'ynadim, sababi video uchun edi bu. Sizlar bunday qilmasligingizni maslahat beraman. Sababi bitta xatom kechirilmaydi bu yerda. Iloji boricha yashirinib o'ynash kerak. Vaqti bo'lsa ochish kerak. Dushmanning yashigini ochishda ham e'tiborli bo'lib, shoshmasdan ochish kerak. Adashib kaska olib qo'ysangiz tamom. Boya rangda adashib platinadan katta bo'lish kerak debman, lekin bu xato ekan. Eng kamida platina rangda bo'lish kerak ekan. Qarasam, qayta tirilish vaqti oz qolyapti va astagina borib o'zini portlatib yubordim. Nusoni foydasi ham shu. Solo o'ynasam o'lib qolsam, bir marta qayta tirilish beradi. Vaqti cheklangan lekin. Qayta tirilgandan o'rtaga tushib bu ahmoqlik deb bilaman, chunki xato qilsa o'lib ketasiz, bir marta imkon beriladi. Shuning uchun chekkaroqqa tushdim. Zona ham o'sha joyda bo'lar ekan, shunga qarab tushaverdim. Maqsadim o'zi mana o'rtadagi teshikka kirish edi, keyin fikrimdan qaytib qoldim. Fikrimdan qaytishning sababi zona kichrayib qolsa chiqishda o'yladim orqadan. Boya aytganimdek, Nusoni foydasi sumka, birinchilik va kaska bilan tushiradi. Oldimga bot kelib qoldi, botni astagina otib qo'ydim. Lootni ham ehtiyotkorlik bilan qildim. Nusada o'ynashning yana bir sababi 32 ta odam bo'ladi maksimalni. Juda tez tugaydigan kartalardan biri bu Nusa. Eslatib o'taman, bu mening birinchi katta videom, shunga xatolar juda ko'p. Negativlik shart emas. Hali oldinda hammasi to'g'rilanib ketadi asta-sekin. O'yinga ahamiyat bermaysizlar, ozgina botroqman, sal telefon ozgina qotadi, shunga uncha yaxshi o'ynalmay qoldim. Videoga olinayotgan sabab telefon ozgina qotdi. Yana bir marta tushuntirib o'taman, bu missiyaning shartlarini. Solo rejimda eng kamida platina rangida bo'lish kerak. Undan yuqori bo'lsa bo'laveradi, lekin dushmanlar kuchli tushadi yuqori rangda bo'lsa. O'sha tomoni ham bor. Gapirib men o'yin oxiriga yetib qolibdi. Endi o'yinning davomini ko'ramiz. Astagina yuribman bu yerlardan. Shak ichilganda bo'ldi-da pastda. Bilaman ko'pchilik bu videoni oxirigacha ko'rmaydi. Deyarli yarmigacha ko'rsam katta gap. Endi bu aytganimdek birinchi video qilishim, katta video qilishim endi. Nusada qilishning yana bir sababi Nusani ham o'zining missiyasi bor. 50 marta to'pora olish.
uni ham bajarib qo'ysa bo'ladi bir yo'li. Bu video faqat o'rgatish uchun qilindi, shuning uchun maksimalni o'ynamadim va o'yinda oxirida o'lib qoldim. Missiyaning shartlarini bajargan edim, lekin to'plar olmay qoldim. Siz ehtiyot bo'lib o'ynang.